Mana Royal Tiago do'stlar. Eng ertagi gilos Royal Tiago mana. Bandi 2,5-3 sm bo'ladi. Eng ertagi mana hozir Quvasoyda turibmiz. Quvasoyda 5-3 ekilgan sxemada. Mana bandi kalta eng ertagi gilos sariq bo'lib pishadi birinchi do'stlar. Buni usta kuchlardan ko'paytirib qo'yganmiz. 99li 782 54 70 ga telefon qilsalaring. Mana kanona bo'lib meva oladi. Qo'shmag'i ham bo'lmaydi do'stlar mana. Xudo xolasa buni pishgan paytini ham videosini qo'yib boramiz. Mana o'zini-o'zi 100% chaynatadi. Vaqti umumiy ko'rinishi 5-3 sxema kelgan. Chiroyli tartibda qaralgan. Hammasi bir xil bo'lgan do'stlar. Kimga bunaqa erta meva kiradigan, sifatli bog'lar, 1 gektar bog'dan ko'proq daromad olaman deydiganlar do'stlar, shunaqa yaxshi sortlarni ekishni tavsiya beraman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.